Oynasi mexanichskiy, o'zi esa sovetskiyga o'xshagan avtomobilning narxi bor yo'g'i boshlang'ichi 150 ming AQSh dollaridan 190 ming AQSh dollargacha bo'lishi mumkin komplektatsiyaga qarab. Ko'rinishidan 1930-yillarning iforini beradi, lekin ichida zamonaviy BMWning eng ishonchli motorlaridan biri B58 berkitilgan bo'ladi. Eng qiziq jihati esa eksteryer va interyerni o'zingizga moslagan holatda buyurtma qilsangiz ham bo'ladi. Albatta bu britaniyalik injenerlarning eng eksklyuzivniy avtomobillaridan bittasi Morgan Super Sport bo'ladi. Ko'rinishidan klassik, o'zi esa yangi model bo'ladi va bojxonasi ham nisbatan arzonroq bo'lishi uchun 3 litrli twin scroll dvigateli 6 ta silindrga 340 ot kuchi 500 Nm bo'ladi va 0 dan 100 gacha esa 2 sekund sarf qilishi mumkin. Albatta bu avtomobil qo'lda yig'iladi. Interyerdagi yog'och va charm tabiiy bo'ladi. Eksklyuzivniy bu avtomobil yangi bo'lganligi uchun kolleksionerga sifati, xavfsizligi, bojxona masalasi va ekspluatatsiya masalasida ancha qo'l keladi. Zero eskini olib esing ketadi degan maqol bejizga emas.